Ko'zing oqib tushsa xursand bo'lasanmi, iflos? O'chir shu padariga la'nat telefonni pandavaqi. Sal menga ham dam ber. Shu telefon chiqdi, balo chiqdi, meni ado qildi. Bu qirilgur. Hey odamlar, kallani ishlatinglar. 30 ga kirmay achki taqmoqchimisizlar? Sal meni asranglar. Bu telefonni nuri meni o'ldiradi, miya rak qiladi. Ayniqsa kechqurun qorong'u xonada ko'rsang mol. Hoy, qo'ling singur. Bo'ldi, o'chir telefoningni, borib yot yoki yo'qol, borib foydali ish bilan shug'ullan, iflos. Meni ajrashgan ayollarga o'xshatishadi. Chunki men ham hammani ko'raman, hamma dardni eshitaman, lekin hech kim mening ahvolimni so'ramaydi. Birov keladi yig'laydi, birov keladi yengillashadi. Hayot shunaqa. Ba'zan eng ko'p yordam berganlar eng ko'p e'tiborsiz qoladi. Bo'sh qornimga qahva ichma. Iltimos, sen meni vayron qilyapsan-mi? Kislotam ko'payib, ichimda yonish va charchoq paydo bo'lyapti. Qishda suv ichishni unutma. Suv yetishmasa qami qon kamayadi, tuzlar tanada to'planadi, toshlar paydo bo'ladi va oxiri bosim ko'tariladi. Ruhiy charchoq menga shunday ta'sir qiladi. O'zingni himoya qil. Boshqalarga ruhiyatingni buzishga yo'l qo'yma. Bizda hali foydali ma'lumotlar ko'p. Bularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutmang. Mendan qo'shning tok o'g'irlayotgan bo'lishi mumkinligini bilarmiding? Buning uchun mendan o'tib uyingga kirgan barcha elektr jihozlarini tokdan uz va mening menyular bo'limimdan 19-parametrni top. Agar 0 chiqsa okey, lekin boshqa raqam chiqsa, darhol elektrikni chaqir. Xullas, mendan kimdir tok o'g'irlayotgan bo'ladi. Electrocity 555 ga obuna bo'l, like bos va baxtli bo'l, atlet. Men chiqqanman. Nanni yaxshi ko'ram. Al jalbizni jek ko'ram. Jalbizmayin maqtaga tamizib, men yurетін yo'llarga qo'y. Men ol жаққа tipti tumsig'imni da tiqpayim, ketib qalam. Men o'rmekchiman. Mаған qarаңғы burishlar unaydi. Biroq jalbiz bilan sitrus jirkenishdi. Burishlar men tereзе mаңына sevib tasta. Sonda men бұл жерге kelmayim. Men termitpin. Men ылғал ағашты жақсы көрем. Biroq апельсин майы маған жағымсыз. Ағаш жерлердің үстінен жағып шық, және құрғақ ұста, сонда жоламайым. Мен қандалам. Матрасқа тығылып алып түнде ғана шығам. Biroq lavanda мен шай ағашының иісі мен үшін нағыз сұмдық. Матрас айналасына аздап сеуіп жібер, мен аулақ жүрем. Мен меймін. Мен ойлай алам. TikToktағы кез келген лайфхакты көре сала жүгіріп істей салмаймын. Алдымен интернеттен тексерем, мамандардың пікірін қараймын. Содан кейін ғана шешім қабылдаймын. Жейді, ішет, тұшады. Мен унитазбын, кресло емес. Жұмысыңды бітірдің ба? Құры! Бүкіл инста, TikTokта ақтарып біткенше қуып шыға алмайсың бұларды. Kling sun'iy intellektman. Senga o'zing ham hayron bo'ladigan eng zo'r videolar yasab bera olaman. Men Midjourney dizayn bo'yicha sun'iy intellektlarning eng kattasi. Tasavvuringni menga yoz, men uni reallikka aylantiraman. Men koderman. Shu ketishda dasturchilarni ishsiz qoldirishim aniq, chunki kodni xatosiz va aniq yozaman. Sen ham o'zbek tilida gapiradigan sun'iy intellektda video qilish darsligini olmoqchi bo'lsang, kommentga tekin so'zini yoz. Men o'mirtqam. Tik o'tir dedim qo'y. Бүкірейіп тағы отырсың. Мен көзбін. Экранды өшір. Қараудан шаршадым. Мен жүрекпін. Тағы да стресс пе? Тоқта. Мен робот емеспін. Денсаулығыңды ұмытпа. Men ChatGPTman, sening aqlli yordamching. Sen xohlagan hamma topshiriqni qila olaman. Faqat to'g'ri savol ber. Men sun'iy intellektman. Menga shunchaki oddiy she'r ber, men undan senga hit bo'ladigan musiqa tayyorlab beraman. Men Nano Bananaman, Photoshopni yangi avlodi. Shunchaki menga matn yoz, men uni rasmga aylantirib beraman. Men Eleven Labsman, matnni xohlagan ovozingga aylantirib beraman. Suxandonlarga ish qoldirmayman. Sen ham sun'iy intellektlardan professional tarzda foydalanmoqchi bo'lsang, obuna bo'l va kommentga 16 raqamini yoz. Men senga Sunoda qo'shiq yaratish darsligini yuborib qo'yaman. To'xta, mаған тиме. Егер сығып жіберсең, инфекцияны одан әрі ішке кіргізесің. Ал тыртық мәңгіге қалады. Сен шынымен мені ерніңе жағайын деп тұрсың ба? Мені осы дүкенде 100-деген адам қолданды. Мен бактериялар мен вирустарға толымын. Сен бізді тазалап жатқан жоқсың. Теріні бұзып жатырсың. Кейін тесіктер одан сайын үлкейеді. Оның орнына балшықтан жасалған масканы қолдан. Сен мені бір ай бойы жумадың. Менде далалық кенелер мен бактериялар өмір сүріп жатыр. Ал сен сонымен бетіңді сипап жүрсің. Сен тағы да макияжбен ұйықтап қалдың. Егер жуып тастамасаң, таңертең біз үлкен безеуге айналамыз. Мен ескі май мен бактерияларға толымын. Менімен боянатын болсаң, бүкіл теріңде бөртпелер пайда болады. Voy, baraka topkur, meni zaharli tutun bilan qiynama. Chakishni bas qil. Yashagim kelyapti.
Ey juqalar, sendердің pultlaring жоғалып, Wi-Fi өшсе бім бітті, көрсетпей қаласыңдар ғой. Ал бізше. Бірақ ішіміз жоғалса, үйдегілер қышқашта кеп, бұрап жібергенде істеп кететінбіз. Ал каналымыз көрсетпей қалса, сендер сияқты мастер шақырмайды, басымыздан тарс еткізіп ұрғанда қорыққанымыздан істеп кететінбіз. Темекі шегесіңді, мені кінәлайсың ауа жоқ деп. Тастасай темекіні, аясай мені. Ашулана беріп, уже мені шаршаттың, өлтіретін болдың ғой. Кредит, үй, машина деп. Күніне 2 литр су іштесек, сылтауың бітпейді. Сыймайды дейсің, уақытым жоқ дейсің. Зато бізді 3 литрлеп ішет, тағы добавкаға да барады. Бізге келгенде уақыт та бар, орын да бар. Men portlasam, gaz balondanam battar portlayman. Bunaqa bo'lmasligi uchun mening bosim klapinimni tekshirib tur. Men oddiy bochka emasman. Men aristinman. Meni yiliga bir marta tozalash kerak. Ichimdagi ohak vaqtida tozalanmasa, issiqlik pasayadi va tokka pul ko'p ketadi. Keyin yuriysan, qo'shnim mendan tok o'g'irlayaptimikin deb, xavfsizlik klapinimni tekshirib tur. Bosim oshsa, aynan shu seni himoya qiladi. Meni zazimliniyasiz ishlatma, aks holda tok urishi mumkin. Meni suvsiz yoqma, bu tenni kuydiradi va bu eng ko'p uchraydigan xato. Menga to'g'ri qarasang, men seni yarim yo'lda tashab ketmayman. Ibrohim Fayzga obuna bo'l va buni Aristoni bor tanishlaringga jo'natib qo'y. Ko'pchilik meni oddiy temir deb o'ylaydi, lekin betonni ushlab turgan menman. Beton bosimga kuchli, lekin uning mustahkamligiga esa men javob beraman. Meni qo'ymasang, devor yoriladi, poydevor zaiflashadi. Uy vaqtinchalik emas. Ichidagi armatura hammasini hal qiladi. Mustahkamlik mendan boshlanadi. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Ibrohim Fayzga obuna bo'l va qurilish qiladigan do'stingga jo'natib qo'y. Onasi qarinchiga doim uxlabdimi? Yo, dadasi hali uxlamabdi. Uyda yoringni yonida ham chiroyli bo'lib, yasanib, krasavisa bo'lib yur. Hadeb ko'chada likkililab, olifta bo'lib yurmay. Meni eshit, qarochi. Men juda nozik materialman. Ko'nglingdan ham nozikman. Palon pulga olib qaynoq suvda yuvma. Kir mashinaga ham solma. Men bambuk pijamaman. Quyoshga ilma. Qaynoq suvda million xil kapsula balo battar bilan yuvma. Tolamga zarar yetadi. Men esa paxmoq, do'mboqqinaman. Seni quchoqlab turadigan pijamaman. Men hadeb tentirab yuvorma. Yumshoqligim ketib qoladi. Senga eng chiroyli Pinterest shokolad pijamalar kerak bo'lsa, Madinaga yoz optim narxida zakaz qilib beradi. Tez bo'l. Meni oddiy temir kesadigan deb o'ylama. Men aniqlikni yaxshi ko'raman. Bitta xato qilsang, uchqun emas, qon chiqishi mumkin. Qo'ling titrasa, menga yaqinlashma. Agar ishing jiddiy bo'lsa, men sen tomondaman. Lekin mas'uliyatsizlikni kechirmayman. Asbob kuchli bo'lishi mumkin. Lekin aql va kuch undan ham kuchli bo'lishi kerak. Men xotiningni qalbiman. Sen har safar unga baqirib xafa qilganingda, uni tushunmay har narsada ayblaganingda men sinaman palakat. Men xotiningni miyasiman, u emas, sen tovuq miyasan, tushunding? Men seni qurt bosgan miyangdan ancha aqlli va super moshni kompyuter deyman. Uni yagona ahmoqligi seni tanlagani. U mendek super miya bilan senga chidab kelyapti, rahmat degin. Men xotiningni qo'llariman. Qachon men ham osh-ovqatdan, idish tovoq tozalashdan dam olaman. Qachon men ham normalniy ayol qo'liga o'xshab tilla brilliantlar taqaman. iPhone ushlayman, manikyurga boraman, a? Men xotiningni asablariman. U bilan yashayotganingdan beri men adoyi tamom bo'lganman, tushunding? Yeding meni. Men xotiningni yuragiman. U seni sevishi uchun uni qadrla pandavaqi. Ketib qolsa bomish bo'lib yurasan keyin yalinib. Meni toza deb o'ylaysizmi? Meni 5 daqiqa qaynoq suvga soling. Ichimda qancha eski yog'lar yashiringanini ko'rasiz. Meni tez-tez cho'miltirib turing. Mendan piyoz hidi kelyaptimi? Muammo yo'q. Menga tuz sepib, limon bilan ishqalang. Yana top-toza va xushbo'y bo'laman. Meni yuvaman deb qiynalmang. Ichimga suv va ozgina sovun solib, tug'mani bosing. Men o'zimni 10 soniyada yuvib tashlayman. O'tmas bo'lib qoldimmi? Charxlaydigan narsa yo'qmi? Oddiy krushkani oling. Uni to'ntarib, meni tagiga ishqalang. Yana o'tkir bo'laman. Hali ham bizga obuna bo'lmadingizmi? Eng qaynoq maslahatlarni o'tkazib yubormang. Hoziroq pastdagi tugmani bosing va jamoamizga qo'shiling. Meni bulay isitib jegandan jemiyaq qo'y. Bu paket qizg'anda ko'zga ko'rinmaydigan uli gazlar bo'linadi. Densolliqqa qavibdi. Meni issiq bo'lib tursin deysinglar qo'y, biroq issiq kiyimda o'rauga bo'lmaydi.
Pishvoy plyonka saxta uchun emas, jabu uchun arналган. Meni bulay o'rama. Mаған ауа kirib turmasa tez ko'garaman. Ko'gargan bo'lsam, sразу tastau qajет. Meni pergamentga o'rab salganing durus. Meni nega kunning астына tashlab ketesinglar? Mınadan keyin meni qo'ldanuga bo'lmaydi. Ulug' o'silishlar suvga o'tadi. Asqazon, bog'ur, garmondық juyega ta'sir etadi. Men xurmoman. Agar farzandingiz tez charchasa, diqqatini jamlay olmasa, meni yediring. Men miya faoliyatini qo'llab-quvvatlayman, energiya beraman. Men kunga boqar urug'iman. Diqqat, xotira va fikrlashni yaxshilashga yordam beraman. Men stressga jigarman. Agar bola asabiy, tez jahli chiqadigan bo'lsa, men stressni kamaytirishga yordam beraman. Men qora olxo'riman. Immunitetni mustahkamlayman. Organizmni himoya qilaman. Men makkajo'xoriman. Ichak faoliyatini yaxshilayman. Hazmni tartibga solaman. Men ko'zlar do'stiman. Ko'rish qobiliyatini qo'llab-quvvatlayman. Farzandingiz sog'lom, quvnoq va tetik bo'lishini istasangiz, ratsionida bizga joy bering. Shunday foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'ling. Bo'ydaqlar kuydirdinglar meni. Zirb-zirb etib har qizga g'ashiq bo'lib, aynalayın, uylenişi tez. Birevge qapa bolsanglar, ökpeledim deb meni aralastırmanglar. Mening ne qatısım var? Çekyapsanmı? Molades. Sen hozir pul to'lab, o'zingni sekin yo'q qilyapsan. Yo'tal bonus, sariq tish stil, og'iz hid umrbod. Meni og'izingga soldingmi? Tabriklayman. Tishlaring chiqqan joyiga kirib ketdi. Og'iz doim yashil, tupurish kunlik rejim. Odamlar sen bilan gaplashib turib, ichida boshqacha o'ylaydi. Bu odamni ichida it o'lganmi? Hoy, kalavush! Men uchun alkogol bu haqiqiy zahar. Vaqt o'tishi bilan men irkit yog' va chandiqlar bilan qoplanaman. Seni chala o'lik yuraging tezroq ishdan chiqyapti. Agar yana shuncha ko'p ichsang, shartda to'xtab qolaman. Tamom. Mening devorlarim goh kengayib, goh torayib. Bu ahmoqlik. Bu insult va infarkt xavfini oshiradi, kallasiz. Ichkilik mening himoya qavatimni rasvo qildi. La'nati gastrit, yara va jig'ildon qaynashini keltirib chiqaryapti. Aroq meni sekinlashtiryapti. Neyron aloqalarim uzilib, vayron bo'lyapti. Vaqt o'tishi bilan men qurib boryapman. Esingni yig'. Salom, men Sutman. Meni bolangizga bersangiz, oshqozonni tinchlantiraman. Ovqatni yengil hazm qiladi. Men golubnikaman, kuchli antioksidantman. Meni bolangizga bersangiz, xotira, diqqat va terisi sog'lom bo'ladi. Men yogurtman. Ichakka foydali bakteriyalar yetkazaman. Immunitetni ham mustahkamlayman. Men bananman, tolalarga boyman. Bolangizga bersangiz, ich qotishini oldini olaman va ichak harakatini yaxshilayman. Farzandingiz sog'lig'i uchun bizga obuna bo'ling. Ramazon oyida aqshang ko'paysin. Kreditindan qutul. Niyating qabul bo'lib, bayib ket. Sen o'zingni ayol sifatida qadrlamaysan, xiyonatdan charchagansan, senga e'tibor yetishmaydi, o'zingni himoyasiz his qilasan va men tamom bo'laman. Men oshqozonman, og'irlashib ketyapman. O'zingga hamma mas'uliyatni olishni bas qil. Vaziyatlarni qabul qilishni o'rgan. Men jigarman. Men zo'riqyapman, chunki sen hayotingdan qoniqmaysan va o'zingga nisbatan adolatsizlikka ko'ngansan. Men o'pkaman, nafas yetishmayapti, chunki sen bosim ostidasan. O'zingni himoyasiz his qilyapsan, hayotdan zavq ola olmayapsan. Men yurakman. Qalbingdagi odamlarga nisbatan alamlar va kechira olmaslik tufayli men og'riryapman. Ichingda gina saqlama. O'zingni tanlashga tayyor bo'lsang, sababini bilmoqchi bo'lsang, psixolog, klinik psixolog, psixosomatolog Shodiya Huseynovaga obuna bo'l.